Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi sotuvimizdagi tayyor bo'lgan mashinalarni ko'rsatib o'tamiz. Obunachilar, birinchi mashinamiz Taxo 24-yil ishlab chiqarilgan 23 tex pasport, bir qo'l 3,5 ming km turgan, krasskalari top-toza, 4 ta vidishi, pnevma podveska, 7 kishilik kapitanskiy bo'ladi mashinamiz. Talafonlari yechilmagan, ideal holatda turibdi. Masla hidi ketmagan mashinamizni. Bu mashinamizning narxini $92 ming so'rayapmiz, $91 ming ga beraveramiz. Obunachilar, keyingi mashinamiz Econox 472 millionlik 23 motor, 7800 km turgan, 1200 ga propan qo'yilgan. Buning narxini $36 ming so'rayapmiz, yana kelishtirib cho'rna qilib beramiz. Obunachilar, keyingisi mashinamiz Econox yana 472 millionlik qora rangda 4 ta vidishi, Abduf Pala Suprani hamma navorati bor. $2,5 ming tuxilgan mashinaga 19700 yurgan 23 motor. Top toza mashinamiz narxi $30,5 ming so'rayapmiz, yana kelishtirib cho'rna qilib beramiz. Obunachilar, keyingisi yana Econox 472 millionlik 23 motor, 15 ming km turgan, $3 ming navorati bor, 1200 ga poni shumka bo'lgan, krugoy tonirovka, parok, morda bron, xullas navorat juda ham ko'p, ideal holatda. Buni narxini $34 ming ga beraveramiz. Obunachilar, keyingisi Traves mashinamiz 24-yil ishlab chiqarilgan 23 tex pasport, bir qo'l 14 ming km turgan, eng full pozitsiyasi, 4 ta vidishi, hamma navorati bor, 7 kishilik kapitanskiy bo'ladi. Mashinamiz ideal holatda, matviy bo'lib turibdi hamma joyi. Tak, obunachilar, bu mashinamiz narxini $49,5 ming deyapmiz. Yana kelishtirib cho'yna qilib beramiz. Obunachilar, kimga mana shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, Taxo, Traves, Econox, Travers, kimga mana shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, Sanjar Avtoga murojaat qilasizlar. Sotiladigan mashina bo'lsa ham tirikchilikka ham olib qolamiz, naqd pul berib. Sotib berish xizmatimizdan bor. Hammaga e'tibor uchun rahmat.